Real Madrid haqida siz bilmagan qiziqarli faktlar. Oxirgi fakt eng dahshati. Birinchi fakt. Real Madrid klubini sotib yuborib bo'lmaydi, chunki u bir insonga tegishli emas. Klubning bir qancha sarmoyadorlari bor. Klub prezidenti esa xuddi davlat rahbarlari kabi kengash tomonidan saylanadi yoki bo'shatiladi. Ikkinchi fakt. Klubning rasmiy do'konlaridan forma xarid qilsangiz, Cristiano Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul kabi futbolchilarning ismini yozdirib ola olmaysiz. Sababi ular o'zlarining ismini brend sifatida patentlagan. Negativ yozishga shoshilmang. Faqat rasmiy do'konlarda shunday. Oxirgi fakt. Real Madrid 2023-yilda Santiago Bernabeuni qayta rekonstruksiya qildi va aql bovar qilmas texnologiyani o'rnatdi. Gap shundaki, stadion chimlari gibrid, ya'ni yarim natural hamda yarim sun'iy tarkibda. Bu nima uchun kerak deysizmi? Stadion faqatgina futbol uchun emas, balkim turli konsertlar yoki boshqa sport turlari uchun ham mo'ljallangan. Mixto gibrid tizimi konsert, futbol yoki tashkiliy ishlardan keyin ham chimga katta zarar yetmasligini ta'minlaydi. Misol uchun, tabiiy chim ustida o'tkazilgan konsertdan so'ng bunyodkorning ahvoliga tushmasligi uchun. Shu jihatdan Bernabeu shunchaki stadion emas, bu ulkan infratuzilma hisoblanadi. Shu kabi qiziqarli kontentlar uchun sahifamga obuna bo'lish esdan chiqmasin.